Juda chiroyli remontdan chiqqan hadovoy 2 xonali uyimizni video obzorini boshlaymiz. Videomizga ayniqsa like-ni uramiz. Barcha ma'lumotlarni video oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rish, esdan chiqmasdan kirish qismidan video obzorini boshlaymiz. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, bu bizni glавный kirish eshigimiz. Xonadonimiz yangi Yevro montaj qilingan. Kirganimizda mana shunday chiroyligina prixojni oynalarimiz qo'yib ketilgan. Kirganimizda o'ng qo'limizda birinchi xonamiz bu umumiy sanuzilimiz. Bitta e'tibor qiling, juda chiroyli remontdan chiqqan kirish mashinamiz esa mana shu yoqda qo'yib ketilgan. Kirganimizda ro'paradagi eshigimiz esa bu bizning kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona xonalarimizga e'tibor qiling. Juda chiroyli remontdan chiqqan, polni oppoq attachentda qilingan aboylar umuman ishlatilmagan. Xo'p, shkaflarimiz qo'yib ketilgan, televizorimiz, televizorimiz bor, chiroyli baralarimiz va двухспальный divanlarimiz ortopedический matazgacha qo'yib ketilgan. Keyingi xonamiz bu bizning zal qismimiz. E'tibor qiling, haqiqatda juda chiroyli oppoq attachentda qilib, juda chiroyli remont qilib qo'yilgan. Xonadonimiz polностью radiator sistemasi qiziydi. Shahar qoq markazida joylashgan bo'lib, xonadonimiz gaz va suv kommunikatsiya hujjatlarida umuman muammosi yo'q. 53 kvadrat metr ipotekaga ham xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, zalimizda mana shunday televizorimizga bitta e'tibor qilamiz. Televizorimiz qo'yib ketilgan va mana shunday podsvetkali shkafchalarimiz zalimizni kurgiga yana kurg qo'shib turibdi. Xo'p, zalimizdan shundoqqina oshxona qismiga o'tiladi. Bu yerda razdvijnoy eshiklarimiz qo'yib beriladi. Zakaz qilgan narsa xudo xolasa kechgacha qo'yib beramiz deb aytilgan. Xo'p, bu bizning oshxona qismimiz. E'tibor qiling, oshxona shkafimiz juda katta, juda chiroyli qilib qo'yilgan va barcha texnikalari o'rnatib ketilgan. Stolimizga ham e'tibor qiling, installation stolimiz toshdan qilib ketilgan. Bizning ko'rdingiz uyimiz haqida juda chiroyli remontdan chiqqan. Lokatsiyani aytadigan bo'lsam, lokatsiyasi Samarqand shahar vokzal Titovada, shundoqqina Oltin Samarqand restoranida kelishda mana shu juda chiroyli qurilgan 12 qavatli uyimizning 6-qavati. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 67.500 AQSh dollari, savdosi yaxshigina bor. Kimga xonadonimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamdan qoldiraman, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz har doim sizlarga eng zo'rlarni taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.